Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Navbatdagi savolimiz dasturlashga doir ekan. C++ dasturlash tilida yozilgan kodning natijasini aniqlang deyapti. Xo'sh, e'tibor berasiz. Bizada xo'p, int degan bitta a degan o'zgaruvchimiz, integer tipida ma'lum berilyapti, e'lon qilib. Mana bu 5 degani 5 ta elementi bor degani. Ya'ni bu yerda 1, 2, 3, 4, 5 ta elementi bor haqiqatdan ham. Va yana bitta int deb e'lon qilinyapti. Sum degan o'zgaruvchimiz u yig'indi bu demak yig'ib boradi, o'ziga 0 ni o'z ichida turibdi. For ya'ni cycle ya'ni int o'sha integer tipida 0 dan boshlanadi. 5 dan kichkina bo'lgan holatda har safar 2 qadam bilan sakrab boradi va o'sha i'larni sumga yig'ib boradi. Demak, 0 dan boshladim. Mana int 0 dan boshlandi. Xo'p, endi o'sha 0 5 dan kichkina, ha, rost. Unaqada sumga qo'sh. Bizda sumimiz sumni s bilan belgilab turay. Sumimiz 0 edi, ustiga olib kelib 2 ni qo'shdik. Xo'sh, teng 2 bo'ldi. 2 qadam oshdi degani bu endi bu tomonga o'tadi degani. 2 ta qadam oshish kerak-ku. 6 bo'ldi. Xo'sh, ya'ni bu endi 0, 1, 2 bo'ldi. I'miz 2 bo'ldi. 2 5 dan kichkina, ha, qanoatlantiradi. Demak, o'sha sumga olib kelib o'sha i'dagi elementni qo'sh. 6 qo'shildi 8 bo'ldi. Yana ikkitaga oshadi desa, endi bu tomonga kelamiz, 10 ni ustiga kelamiz. Ya'ni, bizani i'imizni tartib raqami 4 bo'ldi. 0, 1, 2, 3, 4. 4 5 dan kichkina qanoatlantiradi va sumni ustiga olib kelib qo'shamiz endi o'sha 10 ni. Barobar 18 bo'ladi. Siklimiz tugadi, elementlarimiz tugadi. Natijaviy qiymatimiz 18 ekan. Tushunarli bo'lsa